Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan yana doktor Erkin Ergashev. Xo'p, bugungi mavzuyimiz uyqusizlik haqida bo'ladi. Hozir juda ko'pchilikda uchrayapti uyqusizlik. Bundan kelib chiqadigan top 5 eng yomon kasalliklar haqida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun foydali bo'lishi aniq. Xo'p, nima uchun bu kelib chiqyapti? Sabablari va davolash usullari, qanday qilib uyquni me'yoriga tushirish mumkin? Buni keyingi videolarda albatta aytib o'taman. Menga obuna bo'lib qo'ying, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, iltimos sizlardan. Chunki foiz juda ko'pchilikni tashkil etyapti. Ya'ni obuna bo'lmay ko'rayotganlar foizi. Obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. 1 daqiqa ham vaqtingiz ketmaydi. Agarda kontent sizga yoqmaydigan bo'lsa, qo'ng'iroqchani o'chirib qo'yishingiz mumkin, hech qisi yo'q. Xo'p, sizlarga aytganimdek, bugungi mavzuyimiz ko'pchilikda uyqusizlikning oddiy muammo deb hisoblaydigan kasallik deb o'ylashi mumkin, lekin bu juda og'ir kasalliklarni keltirib chiqadi. Ana shu oddiy uyqusizlik. Bugun kamroq uxlayman, ertaga tuzalib ketaman deb o'ylaydiganlar bor. Xo'p, lekin aslida uyqusizlik organizmning eng katta zarba beruvchi omillaridan biri hisoblanadi. Agar inson doimiy ravishda 7-8 soat uyqu olmasa, asta-sekin turli kasalliklar rivojlana boshlaydi. Bugun aynan uyqusizlikdan kelib chiqadigan eng xavfli kasalliklar haqida gaplashamiz, aytganimdek. Birinchisi yurak va qon tomir kasalliklari. Qayerga qaramasangiz hozir yurak, qon tomir, insult, infarkt, qon bosimi muammolari ko'payib ketgan. Uyqusizlikning eng birinchi zarbasi yurakka tushadi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson uxlamasa yurak xavfini qanday oshiradi bilasizmi? Xastaliklari 45-50% ga oshadi. Bu qanday sodir bo'ladi? Qon bosimi oshadi, tushadi. Organizm charchaganidan bo'ladi. Qon aylanish tizimi to'g'ri ishlamaydi. Yurak asta-sekin bora-bora charchaydi. Yurak ritmi buziladi. Uyqusizlik yurak aritmiyasiga olib kelishi mumkin. Taxikardiyaga ham olib keladi. Yurak tez yurib, o'ynab qoladi. Sal yursangiz 10 metr, 15 metr, 50 metr yursangiz o'sha hansirab charchadigan bo'lasiz. Tomirlar torayadi. Bu esa infarkt, insult xavfini sezilarli darajada oshiradi. Infarkt, insult bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Tavba xudo ko'rsatmasin, odamning bir tomoni ishlamay qoladi. Yoki boshqa xil yomon muammolarni keltirib chiqadi. Ikkinchi kasallik qandli diabet. Uyqusizlikning yetishmovchiligi qandli diabet xavfini 5 baravargacha oshirishi mumkin. Organizm insultga to'g'ri javob bera olmaydi, insulinga. Bu qondagi shakar miqdorini oshiradi. Metabolizm sezilarli darajada sekinlashadi. Bu esa semizlik, diabet rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agar siz doimiy ravishda kechasi uxlamasangiz, organizm qonda ortiqcha glukozani to'plana boshlaydi va bu diabetga olib keladi. Immunitetning pasayishi va saraton xavfi. Uchinchi kasallik. Uyqusizlik qolgan kunlaringiz o'zingizni zaif va charchagan his qilasiz uyqusizlikdan. To'g'rimi? Albatta to'g'ri. Buni sababi shuki, uyqusizlik immun tizimini izdan chiqaradi. Siz buni bilmaysiz, sezmaysiz. Uxlamayman, charchaganman, uxlasam o'tib ketadi. Yo'q, asta-sekin yig'ila-yig'ila bu kasalliklarga sabab bo'ladi. Tana va virus va bakteriyalarga qarshi kurashishni to'xtatadi. Tez-tez shamollash, infeksiyalarga chalinish, har xil kasalliklar kelib chiqadi. Esingizdan chiqarmang, aziz insonlar, har birimizning ichimizda saraton va rak hujayrasi mavjud. Bu 100%. Xohlagan professordan so'rang, xohlagan biladigan zo'r shifokordan so'rang, aytadi. Saraton va rak hujayrasi har bir insonda mavjud. Hozir ham, keyin ham bo'ladi. Faqat organizmning immuniteti baquvvatlik qilgani, immunitet yuqori bo'lganligi hisobiga mana shu saraton va rak hujayrasi o'ldirilib turadi immunitet tomonidan. Agarda immunitet tushib ketsa, saraton xavfi ortadi, rak xavfi ortadi, o'smalar rivojlanishni boshlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, doimiy uyqusizlik tanada saraton hujayralarining o'sishiga turtki beradi, rak hujayralarining o'sishiga turtki beradi. Har xil organizmda o'simtalar paydo bo'lishni boshlaydi. Ayniqsa o'pka va ko'krak bezi saratoni xavfi oshadi.
ko'pincha ayollarda ko'krak bezi. 4-chi kasallik psixologik kasalliklar. Uyqusizlik insonni nafaqat jismonan, balki ruhan ham buzadi, sindiradi. Depressiya va asabiylashish. Organizm dam olmagandan keyin asab tizimi doimiy stress holatda yuradi. Stress holatda yurasiz. Aziz obunachilar, tomoshabinlar, stress holatda bo'lasiz. Doimiy depressiya, o'yla xayol shunaqa bo'ladi. E'tibor va xotira muammolari ham izdan chiqadi. Yangi ma'lumotlarni saqlash jarayoni aynan tunda uyqu paytida sodir bo'ladi. Agar siz yetarli uxlamasangiz, eslab qolish qobiliyatingiz pasayib ketadi. Eslolmaysiz. Gallyutsinatsiyalar. Uzoq vaqt uyqusiz qolgan insonlarda haqiqat bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ular narsalarni noto'g'ri idrok qila boshlaydi. Mana shunaqa. 5-chi kasallik semizlik va gormonal buzilishlar. Agar siz kechasi yetarlicha uxlamasangiz, organizm gormonal muvozanatni buzadi. Grelin va leptin gormonlari ochlik va to'qlik hissi uchun mas'ul bo'lgan gormonlar buziladi. Bu esa doimiy ravishda ortiqcha ovqatlanish va semishga olib keladi. Siz agar uxlamasangiz tunda och qolasizmi? Organizm ishlayapti. Siz uxlashda dam olmayapsiz. Organizm ishlayaptimi? Qorin ochiqaydi. Borasiz, ovqatni yeysiz, kelasiz. Shu bilan nima bo'ladi? Uyqu buziladi. Kunduzi uxlab, tunda aktiv, faollanib qolasiz. Bu qaysi hayvon deydi ana shunaqa? Kommentariyada yozishingiz mumkin. Yalqovlarda mana shunday bo'ladi. Xo'p, kortizol miqdori ortadi. Kortizol organizmda. Bu stress gormoni bo'lib, u yog' to'planishini tezlashtiradi. Mana shu. Gipotireoz rivojlanishi mumkin. Qalqonsimon bez ishining buzilishi natijasida moddalar almashinuvi natijasida sekinlashadi va organizm ortiqcha vazn yig'ishni boshlaydi. Mana shu aytganimdek top 5 ta kasallik hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ko'rib turganingizdek, uyqusizlik faqat charchash yoki bosh og'rig'i emas. Bu yurak kasalliklari, diabet, saraton, rak, ruhiy buzilishlar, semizlikka olib keluvchi jiddiy muammolar hisoblanadi. Organizmda kelib chiquvchi o'smalar. Shuning uchun agar siz sog'lom bo'lishni istasangiz, avvalo yaxshi uxlashga e'tibor qarating. Hech qanday dori, hech qanday mashq yoki dieta to'g'ri uyquning o'rnini bosa olmaydi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.